Mana 2000-yil bola Wish Speed bo'lgan Moskva shahrida 1 yil davomida Drug Vakrok boshqa saytlar bor, mana misol Telegramda arqa qizlar bor, o'sha yerdan borgan, har borganda berezinka borar ekan. Mana oqibati nima bo'ldi? Oxiri kelib Wish Speedni ushladi. Endi bu hayoti kuydi. Wish Speedni biladi, hech kim lecheniya qila olmaydi, lecheniyasi ham yo'q. Faqat uchotka qo'yiladi, davlat tomonidan har kuni tabletka berilib turadi. Misol o'sha tabletkani ichib yuradi, immunitetni ko'tarib yuradi, shtobi immunitet tushib ketmasligi uchun, lekin 100% lecheniyasi yo'q. Ertaga bu bolangiz uylanmaydi, ertaga qanday uylanadi? Yo'q, spravka qilib uylanishi ham mumkin, lekin o'sha ertaga olgan qizini ham zarazit qiladi. Moskvada yuribsizlar, yosh bolalar, qizlar chaqirsa, fohisha qizlar chaqirsa keta olmayman. Chunki ko'pi, bir 50% o'sha fohisha qizlarning 50% sifilizi bor, vichi bor, yoki gepatiti bor, yoki misol gonoreyasi, boshqa infeksiyalari bor. Chunki ko'p bizning ginekologimiz bor, oldiga ko'p keladi, shu Drug Vakrokdan hammasida 5-6 infeksiya chiqadi. Ehtiyot, rezinka bilan ham bormanglar, rezinka bilan ham o'tadi, berezinka ham o'tadi. Shuning uchun ehtiyot qilinglar. Mana shu videoni maksimalniy kommentariy yozib tarqatinglar, chunki yoshlar ko'rsin. Mana shu mening maqsadim Drug Vakrokni yo'qotish, o'sha qizlarni yo'qotish.